Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bu bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoro sharifimizning Buxoro avtoshoh bekatiga mana shunday Abu Ali ibn Sino nomli meditsina universitetining yon tomonida joylashgan mini market savdo majmuasiga xush kelibsiz. Mana shunday hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana shunday ko'hna va hamisha navqiron Buxoro sharifimizda issiq kunlarda mana bunday sharbatlardan, soklardan xalqimizga yetkazib beribdilar. Mana hozirgi kunda bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoro sharifimizda mana shunday Allohga shukr qilib, shukronalar aytib berishaylik. Mana bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoro sharifimizda mana avtovokzalining yonida, avtovokzalda meditsina institutining yonida mana shunday mini marketlarimizga xush kelibsiz. Mana bu yerda mana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor, bizning O'zbekistonimizda bor. Mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bug'doy zo'rlarni ko'paytiraylik. Mana shunday o'zimizni O'zbekistonimizdan mana bu bug'doylarimizni tegirmonlarimizdan non qilib mana shunday nonlarimizni issiq tandurlarda yopib xalqimizga yetkazib beribdilar. Mana o'zbegimning ayoli go'zal, oydan-da go'zal, tundan-da go'zal, hammadan go'zal lobar qizlarimiz, ayollarimiz mana bunday pichonalarni, ana bularni hammasini, rayniklarni o'zlari pishirib xalqimizga yetkazib beribdilar. Mana ana bunday bolajonlarimiz sevib iste'mol qiladigan ana bularni hammasini mana shunday bizning hozirgi kunda ana bu soklar o'zimizni hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Fuji bog'larini ko'paytiraylik. Soklar ana bunday bolalarimizga mana bunday sharbatlarimizni xalqimizga yetkazib beribdilar. Mana shunday yurtga yashayotganimizga biz shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev yerlar berib, chorva mollarini boqib, mana o'zimizning sigirlarimizning sutlaridan mana shunday sut mahsulotlarini yetkazib xalqimizga berib, sifatli mahsulotdan O'zbekiston xalqimiz, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana shu bolajonlarimizga katta e'tibor beribdilar. Ayollarimizga bola pullarini ko'paytirib, bog'chalarni qo'yib, maktablarga ana bunday sokchalarni bolajonlarimizga yetkazib beribdilar. Mana shunday yurtga biz shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana bu choylarimiz ham hozirgi kunda o'zimizning O'zbekistonimizdan yetishtirib chiqib, mana shunday xalqimizga beribdilar. Mana bular Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Ana bu malakular ham o'zimizning sigirlarimizdan chiqqan sutlar. Ana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Ana bunday shokoladlarni, ana bu Allohga shukr. Ana bunday roltonlar. Ana bularni hammasini, ana bunday makaronlar ham. Mana bu yerda Med institut yaqin bo'lganligi uchun mana bu studentlarimiz kelib, mana bu daftar, ruchkalardan kelib, mana shu yerdan yaqingina kelib olib ketishlari uchun mana shular daftarlarimiz, kitoblarimiz, ruchkalarimiz ham bor. Mana bu hozirgi kunda xotin qizlarimiz qo'llariga kir yuvmay, mana bunday kir yuvadigan parashoklarni mashinlarga qo'yib kirlarni yuvadilar. Mana shunday yurtga yashayotganimizga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Ana bunday hozirgi paytda mana bunday shamponlar,
O'zbegimning ayoli go'zal, oydan da go'zal, tundan da go'zal, hammadan go'zal, lobar qizlarimiz, ayollarimizga mana bunday kremlar, mana bunday kremlardan, pastalardan, ana bular hammasi mana shunday Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana bu bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda mana shunday ana O'zbekimning ayoli go'zal, oydan da go'zal, tundan da go'zal, hammadan go'zal lobar qizlarimiz, xotin ayollarimiz mana shularni hammalari o'zlarini qo'llari bilan pishirib, yetkazib beribdilar. Mana bunday sut mahsulotlarimizni ham o'zimizning mana shu chorva yerlarini ko'paytiraylik, chorva mollarini ko'paytiraylik. Tadbirkorlarimiz tadbirkorlik ish faoliyatlarini olib borib, mana bunday sut mahsulotlarini xalqimizga yetkazib beribdilar. Mana shunday yurtga yashayotganimizga biz shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana bu ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning Avtoshoh bekatida joylashgan mini marketga xush kelibsiz. Mana shunday shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana Allohga shukr. Ana bu kofelardan, yana bu pichinilardan, ana soklar, hamma narsa ana hozirgi kunda har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bo'lsa, davlatimiz ham bo'y bo'ladi. Mana shunday tadbirkorlarimiz, mana bunday bolajonlarimizga mana bunday shirin sharbatlarini, soklarini, ana bu sut mahsulotlarini, mana bularni yetkazib beradilar. Biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana bizning hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich Mirziyoyev, Buxoro viloyat hokimlari, barcha soha mutaxassisliklari mana shunday chiroyli magazinlarimizda tadbirkorlarimizga Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy shahrimiz, Buxoro sharifimizning Buxoro avto bekatida joylashgan mini market magazinlariga xush kelibsiz. Mana hozirgi kunda bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda 70 ta mamlakatdan turizm sohasini rivojlantirish, mehmonxonalarni ko'paytiraylik. Mehmonlarimiz mana shu yerda kelib 70 ta mamlakatdan 70 ta Allohga shukr deb shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizdan nafaqat o'zimizning O'zbekistondan, ana bular Hindistondan ham. What is your name? I speak English. Zaid. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mening ismim Zaid. Siz ismingiz nima? Mening ismim Safiya. My name is Safiya. What is your name? Thank you. Ana bular Medina institutga o'qib o'tiribdi. Mana bu Buxoro ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda mini marketning yonginasida mana shunday tibbiyot instituti Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot universitetida mana shunday kelib studentlarimiz mana shu yerdan narsalar olib ketadilar. Biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Mana bunday ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning Buxoro shahar mana shu Avtoshoh bekatida joylashgan mini market oziq ovqat magaziniga hammalaringizni taklif qilamiz.
xush kelibsizlar. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana shunday yurtga yashayotganimizga biz shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana hozirgi kunda barcha yerlarni ko'paytirib ana bu yerda muzlatgichlarda ana soklar, ana bular qaymoqlar hammasi ana bu muzlatgichlarga tozagina xalqimizga yetkazib beryaptilar. Mana shunday yurtda yashayotganimizga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Bizning manzil Buxoro viloyat, Buxoro shahar Avtoshoh bekatida joylashgan ana bu mini market magaziniga xush kelibsiz. Mana biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik.